Video davomida Yillar davomida bu ziravor olimlarning e'tiborini tortgan. Aynan shu urug'lar o'ziga xos kuchli hid va yoqimli ta'mga ega. Ko'pchilik kardamonning faqat bitta turi bor deb o'ylaydi. Aslida esa uning ikkita asosiy turi mavjud. Kardamon asrlar davomida an'anaviy tabobatda hazmni yaxshilovchi ziravor sifatida ishlatilgan. Tadqiqotlar natijasida kardamon tarkibidagi efir moylari ayrim bakteriyalarga qarshi faollik ko'rsatishi aniqlangan. Ko'pchilik insonlar kardamonni muammosiz iste'mol qilishi mumkin. Ammo ayrim holatlarda ehtiyotkorlik zarur. kanalimizga obuna bo'ling. Tasavvur qiling, shunday bir ziravor borki, qadim zamonlarda uning qiymati ayrim hududlarda oltin bilan teng baholangan. Hatto uzoq masofalarga olib boriladigan savdo karvonlarining eng qimmat yuklaridan biri ham aynan shu ziravor bo'lgan. Podshohlar dasturxonidan tushmagan, tabiblar esa uni qimmatbaho tabiiy ne'matlar sifatida qadrlashgan. Bugungi sahifamiz qahva, choy va turli taomlarga betakror ta'm bag'ishlaydigan kardamon haqida bo'ladi. Yillar davomida bu ziravor olimlarning e'tiborini tortgan. Chunki uning tarkibida biologik faol moddalar mavjud bo'lib, ular organizmga qanday ta'sir ko'rsatishi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Biroq internet va ijtimoiy tarmoqlarda kardamon haqida ko'plab mubolag'ali davolarni ham uchratish mumkin. Masalan, barcha kasalliklarni davolaydi, tez ozdiradi, organizmdagi barcha toksinlarni chiqarib yuboradi kabi fikrlarning aksariyati ishonchli ilmiy dalillar bilan tasdiqlanmagan. Kardamon biologik jihatdan zanjabildoshlar oilasiga mansub bo'lib, u ko'p yillik tropik o'simlik hisoblanadi. Tabiiy sharoitda uning bo'yi 2 metrdan 4 metrgacha yetishi mumkin. Ziravor sifatida esa o'simlikning gullashidan keyin hosil bo'ladigan mevasi ichidagi mayda urug'lar ishlatiladi. Aynan shu urug'lar o'ziga xos kuchli hid va yoqimli ta'mga ega. Kardamonning vatani Janubiy Hindistonning nam tropik o'rmonlari hisoblanadi. Keyinchalik u Shri Lanka va Janubiy Sharqiy Osiyoning ayrim hududlariga tarqalgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, Abu Ali ibn Sino tib qonunlari asarida uni hazm tizimini qo'llab-quvvatlovchi ziravorlardan biri sifatida tilga olgan. Oradan 1000 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, kardamonga bo'lgan qiziqish bugungi kungacha saqlanib qolgan. Ko'pchilik kardamonning faqat bitta turi bor deb o'ylaydi. Aslida esa uning ikkita asosiy turi mavjud. Birinchisi yashil kardamon. Bu dunyodagi eng mashhur va eng qimmat kardamon turi hisoblanadi. Uning hidi nozik, yoqimli va biroz shirin bo'lgani uchun choy, qahva, shirinliklar, guruchli taomlar va turli pishiriqlarda keng foydalaniladi. Ikkinchisi qora kardamon. Bu turning mevasi yirikroq bo'lib, tutunsimon va ancha kuchli hidga ega. Shu sababli u asosan go'shtli taomlar, sho'rvalar va achchiq ovqatlarni tayyorlashda ishlatiladi. Kardamonning o'ziga xos hidi va ta'mi uning tarkibidagi efir moylari bilan bog'liq. Uning tarkibida polifenol va flavonoid kabi antioksidant moddalar ham uchraydi. Kardamon tarkibidagi polifenollar va flavonoidlar kabi antioksidant moddalar erkin radikallar ta'sirini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Minerallar tarkibiga esa magniy, kaliy, kalsiy va temir kiradi. Kardamon asrlar davomida an'anaviy tabobatda ham hazmni yaxshilovchi ziravor sifatida ishlatilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda ham uning tarkibidagi efir moylari hazm jarayonining ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qayd etgan. Ushbu mahsulotlar me'yordan ortib ketganda hujayralarga zarar yetkazishi mumkin. Ko'plab sharq mamlakatlarida ovqatdan keyin kardamon donalarini chaynash odati mavjud. Bu nafaqat yoqimli hid uchun, balki og'iz bo'shlig'ini tetiklashtirish maqsadida ham amalga oshiriladi. Tadqiqotlar natijasida kardamon tarkibidagi efir moylari ayrim bakteriyalarga qarshi faollik ko'rsatishi aniqlangan. Shu sababli u og'iz bo'shlig'idagi hidni vaqtinchalik kamaytirishga yordam berishi mumkin. Biroq bu kardamon tishlarni davolaydi yoki kariyesning oldini oladi degani emas. Og'iz bo'shlig'i gigiyenasi uchun muntazam tish yuvish va stomatolog ko'rigidan o'tish muhimdir. Kardamonning xushbo'y hidi va o'ziga xos ta'mi uni dunyoning ko'plab milliy taomlarida mashhur ziravorlardan biriga aylantirgan. U eng ko'p choy, qahva, guruchli taomlar, palov, go'shtli ovqatlar, sho'rvalar, pishiriqlar va turli shirinliklar tayyorlashda ishlatiladi. Agar kardamonni ilk bor sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, uni oz miqdordan boshlash maqsadga muvofiq. Choy tayyorlashda odatda 1 yoki 2 dona kardamon mevasi yengil ezilib, choy bilan birga damlanadi. Bu ichimlikka yoqimli hid va o'ziga xos ta'm beradi.
Arab mamlakatlarida esa kardamon ko'pincha qahvaga qo'shiladi. Maydalangan kardamon qahva bilan birga damlanganda ichimlik yanada xushbo'y va o'zgacha ta'mga ega bo'ladi. Ayrim tadqiqotlarda kardamon qahvaning achchiqligini biroz yumshatishi mumkinligi qayd etilgan, biroq u kofeinning organizmga ta'sirini yo'q qiladi degan fikr ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan. Kardamonning hidi va foydali efir moylari vaqt o'tishi bilan kamayib boradi. Shu sababli imkon qadar uni butun meva holida sotib olish tavsiya etiladi. Maydalangan kardamon qulay bo'lsa-da, uning xushbo'y moddalari tezroq uchib ketadi. Kardamonni havo o'tkazmaydigan idishda, quyosh nuri tushmaydigan, salqin va quruq joyda saqlash maqsadga muvofiq. Ishlatishdan oldin maydalansa, taomga yanada o'zgacha ta'm bag'ishlaydi. Ko'pchilik insonlar kardamonni muammosiz iste'mol qilishi mumkin, ammo ayrim holatlarda ehtiyotkorlik zarur. Agar sizda oshqozon yarasi yoki o'tkir gastrit bo'lsa, achchiq va xushbo'y ziravorlar singari kardamon ham noqulaylikni kuchaytirishi mumkin. O't pufagida toshi bor insonlarda ham ayrim ziravorlar o't ajralishini rag'batlantirishi mumkin. Shu sababli bunday holatlarda kardamonni muntazam yoki ko'p miqdorda iste'mol qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Kardamonga allergiyasi bor insonlar uni iste'mol qilmasliklari kerak. Allergiya kam uchrasa-da, ayrim odamlarda terida toshma, qichishish, burun bitishi, aksirish yoki yuz va lablarda shish kuzatilishi mumkin. Agar shunday belgilar paydo bo'lsa, kardamon iste'molini darhol to'xtatish va shifokorga murojaat qilish zarur. Kardamonni taom tarkibida oz miqdorda iste'mol qilish homilador ayollar uchun odatda xavfsiz deb hisoblanadi. Ammo kardamon ekstrakti, kapsulalari yoki boshqa biologik faol qo'shimchalarni muntazam qabul qilishning xavfsizligi yetarli darajada o'rganilmagan. Shu sababli bunday mahsulotlarni ishlatishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi. Qolaversa, kardamondan oqilona va me'yorda foydalanish eng to'g'ri yondashuv hisoblanadi. Uni mo'jizaviy davo sifatida emas, balki sog'lom ovqatlanishning bir qismi sifatida qabul qilganingiz ma'qul. Agar siz kardamondan foydalanib ko'rgan bo'lsangiz, tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringiz bilan ulashing.